Da dunyo teatri. Aslida bir o'ylab qarayman-da. Qayerdadir bitta tashviqot yuribdi hozir cho'lda. Uni menga nima kerak bor? Yo'q, qayerdadir hozir ko'rshapalak yotibdi. Men bir umr shu ko'rshapalakni ko'rmasam ham yashab o'tsam kerak. Bo'ri, fil bir daryoda baliq suzib yuribdi. Menga uni nima issiq sovug'i bor? Yoki bo'lmasam nimaga uncha ko'p hayvon? Lekin bu shaxsan meni fikrim, bemalol qo'shilmasanglar ham bo'ladi. O'zimcha o'ylayman-da, shu hayvonlar shu bizning xarakterimiz bo'lsa kerak. Shunchalik har xil xarakterli odamlar bor. Mol bo'lmasa, molga o'xshaydi mana bu odam demaslikda. Yoki palonchi sherdek ko'rshapalakka o'xshab kechasi bilan yurasan. Ilonga o'xshab qo'ynimga kirishingni qara. Chivinday chaqasan. Asalarday mehnat qilasan. Ayiqday kuching bor. Otday yugurasan. Tulkini o'zisan. Shakal xarakterligilar ham bor oramizda. Endi bir yaxshilab o'ylab ko'ring keladi-da. Ha, shunaqa bo'lsa-chi? Shunda xarakterim qaysi hayvon ekan? Va o'zingizga o'xshash odamlar ko'pmi, kammi, shuni o'ylang. Agar har birimizning xarakterimiz tirik hayvon bo'lganida dunyoni qanaqa hayvon bosib ketardi?